Sportda yuqori natijaga erishish nafaqat mashg'ulot va musobaqalardagi mahorat, balki belgilangan qoidalarga qat'iy amal qilishni ham talab etadi. Ayniqsa, xalqaro maydonda O'zbekiston sharafini himoya qiladigan sportchilar uchun antidoping talablarini bilish va ularga rioya qilish muhim vazifalardan biri sanaladi. Shu bois Chirchiq shahridagi og'ir atletika sport bazasida Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston og'ir atletika terma jamoasi vakillari ishtirokida antidoping qoidalariga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida terma jamoa a'zolari xalqaro musobaqalarda antidoping qoidalari va halol raqobat tamoyillariga qat'iyan rioya qilishlari kerakligi haqida so'z yuritildi. Shuningdek, yig'inda musobaqa oldi doping nazoratlari o'tkazilishi va sportchilar turli dori-darmonlarni mutaxassislar nazorati ostida qabul qilishlari kerakligi haqida ham eslatmalar berib o'tildi. Shuningdek, mazkur yig'in doirasida ham sportchilarning huquq va majburiyatlari borasida ham tushuntirish ishlari olib borildi. Seminar davomida terma jamoa a'zolari antidoping qoidalariga oid o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan mutaxassislarga murojaat qilib kerakli javoblarni oldilar. Xususan, sportchilar dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarni qabul qilishda nimalarga e'tibor qaratish, taqiqlangan moddalar ro'yxatini qanday tekshirish, shuningdek doping nazorati jarayonida sportchilarning huquq va majburiyatlari haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Mutaxassislar sportchilarga har qanday dori yoki qo'shimchani qabul qilishdan oldin uning tarkibini sinchiklab o'rganish, zarur hollarda tibbiy mutaxassislar bilan maslahatlashishi muhimligini ta'kidladi. Shuningdek, antidoping qoidalarini buzilishi sportchilarning shaxsiy natijalari, musobaqalarga ishtirok etishi va sport faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ham tushuntirish ishlari olib borildi. Asosan antidopingda 11 ta qoidabuzarlik bor. O'sha 11 ta qoidabuzarlikka yo'l qo'ymaslik asosiy maqsad va undan tashqari sportchilar o'zining haq-huquqlarini bilishi, ya'ni doping kontrol ofitseri ularga murojaat qilganda doping nazorat xodimlari o'zini haq-huquqlarini bilishi va majburiyatlari, ya'ni doping nazorat xodimiga qanchalik darajada bo'ysunishi. Shuningdek, undan tashqari dopingda taqiqlangan dori vositalari bor. Ulardan qanday to'g'ri foydalanish, ya'ni terapevtik istisnolar, ruxsatnomalarni qanaqa olish tartiblari haqida tushuntirib o'tildi. Iste'mol qilayotgan yoki bo'lmasam qabul qilayotgan yoki bo'lmasam o'sha shifokorlar tomonidan yoki o'sha tibbiyot markazlari tomonidan yozilgan o'sha retseptlar bo'ladimi, dori vositalari bo'ladimi, ana shu dori vositalarini qabul qilishdan oldin o'zlarini shifokorlari bilan yoki bo'lmasam o'sha trenerlari, murabbiylari bilan maslahatlashgan holatda qabul qilishlari, asosiy shunga e'tibor berishlari talab etiladi. Yig'in davomida sportchilarga doping nazorati qanday tartibda o'tkazilishi, qanday holatlarda maxsus ruxsat talab qilinishi, shifokorlar tavsiya qilgan dori vositalaridan foydalanishda nimalarga e'tibor qaratilishi haqida ham so'z yuritildi. Ayni yo'nalishdagi profilaktik ishlari joriy yilda o'tkazilishi kutilayotgan Osiyo o'yinlariga tayyorgarlikning muhim qismlaridan biridir. Qolaversa, Olimpiya o'yinlari, Jahon chempionati va Osiyo o'yinlari oldidan antidoping masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, yirik musobaqalarda ishtirok etuvchi sportchilar uchun antidoping ta'lim va nazorat jarayonlari, Jahon antidoping kodeksi hamda Osiyo Olimpiya kengashining antidoping qoidalari asosida amalga oshirilmoqda. Qolaversa, yirik musobaqalarda ishtirok etuvchi sportchilar uchun antidoping ta'lim va nazorat jarayonlari, Jahon antidoping kodeksi hamda Osiyo Olimpiya kengashining antidoping qoidalari asosida amalga oshirilishi haqida ham gapirib o'tildi. Shuningdek, eng muhimi sportdagi yuksak natija, halol mehnat, mashg'ulotlardagi ishchil va sof raqobat orqali barcha natijalar qo'lga kiritilishi lozim. Hozir musobaqaga tayyorgarlik davomida antidoping qoidalarini to'liq tushuntirib o'tishdi. Musobaqa davomida chunki bizga har musobaqada bir marta, ikki marta musobaqadan oldin bizga tekshiruvlar bo'lib o'tadi. Shu musobaqalardan oldingi tekshiruvlarda vaqtida topshirish, qoidalarni bo'ysungan holda to'g'ri topshirish, hamma narsalarni bizga aytib o'tishdi. Biz bu musobaqalar davomida antidoping qoidalariga har doim amal qilib boramiz. Osiyo o'yinlariga hozir tayyorgarlikda juda ham qizg'in davom etmoqda. Xudo xolasa bu musobaqada biz hammamiz yaxshi natija ko'rsatamiz deb umid qilamiz. Hozir Osiyo o'yinlariga og'ir atletika terma jamoasidan 5 kishi ishtirok etadi va hammamiz yuqori natijalarni qo'lga kiritamiz deb umid qilamiz. Ayni damda og'ir atletika terma jamoasi vakillari joriy yilning Aichi Nagoya 2026 Osiyo o'yinlarida ana shunday tamoyillarga amal qilgan holda munosib natija qayd etish uchun musobaqalarga qizg'in tayyorgarliklarni davom ettirmoqda.